16 million yil avval asteroid Yerga urilganda, barcha hayvon turlarining atigi taxminan 20% omon qolgan. Xo'sh, bu omadli tirik qolganlarga nima bo'ldi? Qushlar ana shunday uzoq tirik qolganlar avlodidan kelib chiqqan. Bu jarayon asteroid urilishida millionlab yillar avval teropodlar deb ataladigan dinozavrlar oilasi bilan boshlangan. Teropodlar oilasi sudralib yuruvchilarga xos vakillar kirgan bo'lib, ularning ayrimlarida patlar va uch barmoqli oyoqlar kabi qushlarga o'xshash belgilar mavjud edi. Teropodlar va hozirgi qushlarning uzoq qarindoshi Archaeopteryx hisoblanadi. Germaniyada topilgan qazilma qoldiqlari bu hayvon taxminan 150 million yil avval yashaganini ko'rsatadi va unda ham sudralib yuruvchilarga, ham qushlarga xos belgilar bo'lganligini tasdiqlaydi. Ko'plab qadimgi qushlar ham ana shunday aralash belgilar namoyon bo'lgan. Ammo vaqt o'tishi bilan bu qushsimon dinozavrlarning ayrimlari tobora aniqroq qushlarga xos xususiyatlarga ega bo'lib evolyutsiyalashgan. Bunga misol sifatida 1990-yillar atrofida Xitoyda topilgan chumchuq kattaligiga teng Ginor nescentensisni keltirish mumkin. Bu ibtidoiy mavjudot uchishga qodir bo'lgan dastlabki qushlardan biri hisoblanadi. 1992-yilda Antarktidada yana bir yangi namuna topildi. Vigavis ayayi deb nomlangan 67 million yillik bu mavjudot tashqi ko'rinishi va tovushi jihatdan o'rdakka o'xshagan bo'lishi mumkin. Ushbu qazilmada Syrinx deb ataladigan ovoz chiqarish organi aniqlangan bo'lib, u hozirgi vaqtda katta qag'illaydigan suv qushlarida uchraydi. Vigavis ayayi yashagan davrda taxminan 1 million yil o'tib, asteroid Yerga urilgan va qushlarni ham o'z ichiga olgan ko'plab hayvonlarning evolyutsion yo'nalishlarini tubdan o'zgartirib yuborgan. Teropodlar oilasiga mansub qushlarning 3 guruhi ana shunday halokatli hodisadan omon chiqishga muvaffaq bo'lgan va olimlar bunga qanday erishilganini hanuzgacha aniqlay olishmayapti. O'shandan buyon qushlar moslashib, rivojlanishda davom etib, oxir-oqibat bugungi kunda mavjud bo'lgan 10 mingdan ortiq turga aylangan. Keyingi safar qush uyachangizga qaraganingizda shuni yodda tutingki, siz aslida zamonaviy dinozavrlarga qarab turibsiz.